39-savol. 43,5 gramm ekvivalentli metal ochiq havoda qizdirilganda ikkita oksid hosil bo'ldi debdi. Ulardan biri normal sharoitda gaz holatda bo'ladi. Gaz holatdagi oksidni 19,2 gramm misni konsentrlangan sulfat kislotasi bilan reaksiyasidan ham olish mumkin. 24,3 gramm ekan ikkinchi oksid xlorid kislota eritmasida eritildi va eritmaga natриy H eritmasi quyildi. Hosil bo'lgan cho'kma ikkita probelkaga bo'lindi va birinchisiga xlorid kislota, ikkinchisiga natриy H eritmasi qo'shildi. Ikkala probelkada ham cho'kma erib ketdi. Ya'ni amfoter xossasiga ega cho'kma ekan. Dastlabki tuz nomini yozing. A'da, B'da cho'kma ishqor eritmasida erishishdan hosil bo'lgan kompleks tuzni formulasini yozing degan savol ekan. Demak, boshladik. Bitta tuz massasi 43,2 gramm ekan. Tuz havoda qizdirildi. Havoda qizdirilsa, havo kislorod bilan reaksiyaga kirishishi mumkin. Shunda kelib chiqadi, ikki xil oksid kelib chiqar ekan. Bitta A oksid plus B oksid deylik. B oksid kelib chiqdi. Endi ulardan biri normal sharoitda gaz holatda ekan. A yoki B bittasi gaz va u oksidni 19,2 gramm misni konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyasidan olish mumkin. Bu yerda bitta gaz oksidda yoki A yoki B ni misni sulfat kislota bilan reaksiyasidan olish mumkin ekan. Misni konsentrlangan sulfat bilan reaksiyasida bu yerda kelib chiqadi mis 2 sulfat SO2 va suv kelib chiqadi. SO2 va suv. Tenglashtiradigan bo'lsa, sulfat kislotaga 2 qo'yiladi, suvga 2 qo'yiladi, elektron balans qilsa reaksiya teng. SO2 mana bu gaz. Demak, B oksid shu SO2 bo'lgan deb ishlaylik. 19,2 gramm misdan shu B oksidni topsa bo'ladi massasini. Misni molyar massasi 64. Demak, mana B oksiddan SO2 ham 64 hisoblasa 19,2 gramm B oksid ekan. Ya'ni mana B oksid SO2 ekan. 6 oksid ekan, massasi 19,2 ekan. Xo'sh, ikkinchi oksid esa 23,4 ekan. Mana bu ikkinchi oksidning massasi 23,4 ekan. Mana bu tuzning massasi esa 43,5 edi. 43,5 gramm bo'lgan. Endi massani saqlanish qonunini ishlatadigan bo'lsa, mana bu reaksiyaga kirishgan kislorodni topsa bo'ladi. Massani saqlash qonuni chap tarafdagi massalar yig'indisi 19,2 ga 23,4 ni qo'shadigan bo'lsa 30, 42, 43, mana bu 24,3 ekanda. Mana bu 24,3 gramm ekan. 24,3 gramm ekan. Teskarisini yozib qo'ydim. Qisqasi ikkitasini qo'shadigan bo'lsa, massani saqlanish qonuniga ko'ra 43,5 chiqar ekan. Ya'ni 43,5 gramm kelib chiqyapti. Bu degani mana bu yerda kislorod reaksiyaga kirishmayapti. Ya'ni parchalangan tuz hosil bo'lgan oksidlar massasiga teng degani kislorod reaksiyaga kirishmagan degani. Shunda mana bu SO2 ning molyar massasi 64 orqali mana bu oksidning molyar massasini topib ko'ramiz proporsiyada. 64 ni 24,3 ga ko'paytirib 19,2 ga bo'ladigan bo'lsa, mana bu A oksidimiz 81 kelib chiqadi. 81 dan kislorod 16 ni ayirib ko'radigan bo'lsa, 65 qolyapti. Demak, bu rux bo'lgan ekan. Demak, mana bu joydagi ikkinchi oksidimiz rux oksid bo'lgan ekan. Mana topib oldik ikkita oksidni ham. Eng muhim joyi shu edi o'zi. Shu ikkinchi oksid 24,3 gramm ekan, xlorid kislota eritmasida eritilibdi. Va eritmaga natриy H qo'yilganda cho'kma tushibdi rux gidroksid. Keyin shuni xlorid kislota va ishqorda eritilganda ikkitasi ham erib ketibdi. Shunda reaksiyani yozaylik. Demak, ikkinchi oksid topdik, rux oksid ekan u. Rux oksidi birinchi xlorid kislotada eritildi. Bu yerda kelib chiqadi rux xlorid bilan suv kelib chiqadi. Xlorid kislota 2 qo'ysa reaksiya kelib chiqqan rux xloridga ishqor ta'sir etildi natриy H. Bu yerda kelib chiqadi natриy xlorid bilan
rux gidroksid kelib chiqadi. Rux OH dan ikkita cho'kma. Keyin bu rux gidroksid ikkita stakanga bo'lindi. Bu rux gidroksidga ikkita idishga bo'lindi. Rux gidroksid. Ikkita idish. Birinchi idishga xlorid kislota qo'shilsa, ikkinchi idishga natr OH qo'shilsa, ikkita reaksiyada mana bu cho'kma erib ketdi. Mana bu rux gidroksid cho'kmaydi. Erib ketdi. Nima chiqadi? Ikkitasida ham reaksiya sodir bo'ladi. Rux xlorid bilan suv kelib chiqadi bir. Mana bu rux gidroksid xloroksidda ersa, rux gidroksid natriy gidroksidda ersa, bu qizdirish yo'q bo'lgani uchun kompleks tuz kelib chiqadi. Mana bu yerdan ikkita ketadi. Natriy 2 rux OH4 kelib chiqadi. Natriy 2 rux OH4. Mana kompleks birikish reaksiyasi bu. Boshqa hech qanday modda kelib chiqmaydi, suv kelib chiqmaydi. Mana. Agar qizdirish bilan borsa bu reaksiya, pastdan yozib qo'yaman. Qizdirish bo'lsa bu reaksiyada natriy 2 rux O2 kelib chiqadi. Natriy sinkat deyiladi. Mana bu natriy tetragidroksil sinkat deyiladi. Bu qizdirish bo'lsa suv ham chiqib ketadi. Suv. Xo'sh, demak hamma reaksiyani yozdik. Endi javoblar topamiz. Dastlabki tuzni nomini yozing debdi. Mana bu tuzni topamiz. Xo'sh, tuzni molyar massasini topamiz bu yerda. Tuzni molyar massasini topsa, 64 ni 43,5 ko'paytirib 19 2 ga bo'lsa, bu yerda 0,3 marta 0,3 ga bo'lgan son kelib chiqadi. 145 mi kelib chiqadi? 145 chiqar ekan. 145 dan demak qaysi tuzga mos keladi desa, rux sulfit tuzga mos keladi. O'zi ko'rinib turibdi rux sulfitligi. Sababi rux oksid va SO2 chiqish uchun rux sulfit tuzi parchalanishi kerak. Shunda 145 lik rux sulfit ekan. Demak, A tuzni nomini yozing degan uchun nom yozish kerak. Rux sulfit. Sulfit degan nom yozish kerak. Formulasini ham yoz desa, rux SO3 deb formulasini ham yozib qo'yapman. Endi bir cho'kma ishqor eritmasiga erishishdan hosil bo'lgan kompleks tuzni formulasini yozing. Ya'ni mana bu kompleks tuzni aytmoqchi. Natriy tetragidroksil sinkat. Demak, natriy 2 rux OH dan 4 tali bo'lgan bu kompleks tuz. Demak, javoblar shu bo'ladi. 39-savol.